Ko'pchilikka tanish ismaloqli chuchvara tayyorlaymiz. Birgalikda to'g'rashga erinsalar cho'pperda o'tkazib olishingiz mumkin. Bir qoshiq tuz solib aralashtirib olamiz. Keyin suvni siqamiz. Hay. O'smani siqqanday siqib olmaylik-a. Kaftimizni siqib qo'yib yuboramiz. O'smamizni suvini ismaloq suvini sitadan o'tkazib olamiz. Xamir idishimizga bitta tuxum, 2 qoshiq yog' aralashtirib oldim. Ismaloq suvi un solib xamir qilmoqchi edim, negadir xamirim rangi ochiqroq bo'lib qoldi. Bir qoshiq pishoy kraskaga bir qoshiq suv solib aralashtirib so'vardim. Har holda bir o'laga o'xshab kamera orqasida qilmadim. O'rtacha yumshoqlikda xamir olamiz. Bir bog' ko'k piyoz, yarimta piyozni to'g'rab olamiz. Bu yoqda tavaga yog' solib, piyozlarni solib, sal o'lgunicha qo'rib olamiz. Keyin ketidan ismalog'ni solib, bir-ikki aralashtirib, qopqog'ini yopib, gazetini o'chirib qo'yamiz. Bu yoqda tingan xamirimizni yoyib olib, lenta kesib olamiz. Lentalarni to'rtburchak shaklda kesib olamiz. To'kilishiga ahamiyat berasizlar. Unchalik qiynamas, endi shuni o'rgatishim shart emas-ku. Salatlarimiz vertolyotdan sakrashga tayyor bo'lib turibdi. Gazda shaqillab turgan suvimizga birma-bir solib, qaynab ustiga ko'tarilishi bilan suzib olamiz. Issiqligida ustiga sayroq solib, dasturxonga tortamiz. O'zi ham yeganda tishlaringiz g'ichilgan chuchvara bo'ladi. Tayyorlab ko'rsangiz bilasiz.